Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Shuni güzel Yepaklı Sanat programında qatnashgan mayırlarning chin haqiqiy ovozni anglashga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Chinuri biotexnik Sulton zavodida ishlangan güzellik mening chin güzel girim buyumlari mayırlarga omad tilaydi. Balkim bugungi programmada qatnashgan mayırlarning qanday tartiblanganligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Undaqsa oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinci dereceye erişken mayırını asal makanı g'o'zit ishlab taptan vasilni bozorga solgandan beri xalqimizdan yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paxtil musulmoncha maktab ishlab chiqarish shirkati 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İnderimiz mükafatımızın ait katta uzak yıllık tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Xiyar marketidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizdan yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Xiyar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Çin dersi mükafatımız olsa Uyghur tibabatçilikide belgelik büyüsü şahsıl kılan Şincan Kinara Meblağçılıki Erkan Meslatları təminligen 100 bin yuan kıymetindeki avtomobil. Kötün dersi mükafatımız olsa Sılattığınızdan ama yeni soğan Şincan Mötüver Halkara Soğut Çekiş Şirketi Elzok Kiyimçiliki təminligen 50 bin yuan kıymetindeki avtomobil. Şuna kıyırdaşlar, mukafat buyumlarımız intayin katta. Öz növetide bizden mayırlarımızdan tayarlıq mı intayin puta. Hani mayırımız sahnimizge merhamet. Dönkörüknің jahonga dаңқы бар. Dönkörük yigitlari mardona. 27 yoshlik Muno yigit klassik kuylarimizdan birini ilib kelibdi. Kutib olaylik. Mening naqshiyatga alaydigan ommabop uslub bilan milliy uslub naqshlarni yaxshi aytaman. Hamda musiqat ortiqchiligim bor deb qarayman. Qiziqishim bo'lsa, naqsh aytish va muzikchilikdan boshqa tantarbiyaga qiziqman. Kitob o'ynashni yaxshi ko'raman, voleybol o'ynashni ham yaxshi ko'raman. Uydagilarimni shu mening orzuyim bu shu maktabda o'qitgan. Uydagilarimni qatnashchiligimni anglab, qo'sh yo'ldan bak qo'lladi. Shuningdan keyin muzikaga bo'lgan, naqsh aytishga bo'lgan qiziqishim tixini aslab ochdi. Men bu musobaqani shu do'stlarimning menga tavsiya qilishi orqali qildim. Mening bu musobaqaga qatnashishga maqsadim bo'lsa, o'zimning naqsh aytishga ortiqchiligimni namoyon qilish hamda o'zimni bir sinab chiqish uchun bu programmaga qatnashdim. Nozlık dilber bilsin baytayım Çerhi felek gürüne gedayledim Bir roge kay güzel Taci husrev Rani al-Jiral Gedayledim Roge kay güzel Haci husrev Rani al-Jiral Gedayledim Ferhat şiirin bir ayvami kuzra Ullaniyen bağışıda mümkün bir savda Parçaliye öldürgen Vefasız dünya ahiri barçeliye felayledim Barçeliye öldürgen Vefasız dünya ahiri barçeliye felayledim
Mecnun derler Alemge usta Cehennem gamidin Olmadı azam Leyli Mecnun derler Alemge usta Cehennem gamidin Olmadı azam Nazlık dilber Bu çerkin aşak Bu garip canında Cefa eyledin Nazlık dilber Bu çerkin aşak Bu garip canında Cefa eyledin Ay, garip sanam operası bilan urilib berdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir o'zini tunishtirayotgan qanday gapni oldin deyshayli. İsmim familiyam Merdadi. Bu yil 27 yoshga kirdim. Yurtim Urumchidan. Qilayotgan xizmatim saqchi. Oy, muborak. Siz qanday bu narsani tanlab qoldingiz? Hamda o'qigan kasbim Shinjon san'at institutidan muqam kasbini bitirgan. 2010 yil bitirgan. Ovozingiz chiroyli, ha? Ovoz chiroyli. Bir naskam. Shaxsan mening o'rilmaganim sizning naqshini yaxshi aytmaganligingizni emas, balki naqshini shunday yaxshi aytganligingizni men o'rlamadim. Chunki meniki gapniki samimiyatini etsam men qanday yetaklashni tuqolmadim. Bunga Biz yana bir komplet bor, yana avdisini bir xil bizni bir bunda nimaga soladi deb o'ylab qoldik-ku, lekin Biz odat anlaganda bu yana bor. Yana azroq davom etdigan dek biz to'ymagandek-ku. Yaxshi aytding sen naqshini. Bundan boshqa turdagi uslubdagi naqshlarni aytib baqqanmi? Aytib baqqan. Unda bo'lsa bugun mushu naqshini tanlab akilishdiki bir sababini deb bersan. Hamda kasbim muqam bo'lgandan keyin shu muqamni chiqay dedim, andan keyin sal oldirab ketib qoldim-ku, uning ustiga men muzika topolmay qoldim. Shu qarsam shu kompyuterimda mushuning benziz paketi qanday muzikasi. quruq muzikasiz esim bo'ladi-ku. Va shu muzika akasam yaxshiroq bo'lam kerak. Agar fursat bo'lib qolsa, bizniki tanlamoqchi bo'lgan odamlarni to'shmay qolsa, yana bir qatim fursat bo'lsa, har holda ukam yana bir tayyorlik qilib qo'ygan. Ma'qul, chuqur. lekin mana naqshini o'qishga bo'lmaydi. Qoidada boshqa naqsh bilan yana bir zangni bir ravrs Sizga fursat bor. Ma'qul, rahmat. Bo'ldi. Bo'ldi. İcazetsiz
ravo meşe can katay değme Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingni aşı do'stingni bir tanishtirib qo'ygin. Assalomu alaykum. Mening ismim Ahmadjon.
Bu yıl 29 yaş. Yurtum bo'lsa Qashqar Konshar, hozir Urumchi turyapman. Bu aka og'inam bo'lsa Qog'liq diyardan kelgan Abdurishit akamiz. Ko'z ko'ringan muzikantimiz. Bir ko'rish bo'lay. Bir jutma bir ko'rish. Bir jutliq. Bu do'stimizla biz uzun yil oldi ko'rishmagilar. Men shu kichik vaqtimdan ikkalan birga musiqa chelib, birga cho'ng bo'lgan yaxshi do'stim. Ras, yaxshi chaqadi. Rahmat. Abdurishit qattiq chepmadingiz. Ras. Agar bugun mushu inimga siz bo'lmagan bo'lsangiz bu talantini to'liq namoyon qilolmasdi balki. Chunki bu musobaqaga bu to'ytimizning naqshini, to'rt xil uslubdagi naqshini chelib chiqish uchun, o'zgartirib chiqish uchun bir ozroq jarayon ketdi. Ham pokiz bo'ldi. Buni ovozini to'liq talto'kis anglay oldik-da. Mana sizning hamkorligingizga rahmat. Abdurishitni vaqtincha aramelishga chiqarib turib, ma yolg'iz qo'yib bo'zaq qilmasak, ma To'g'ri. urdiganda qildi. Anılardan başında dine eniqlar bu. Siz aşı muzikalar bilan birleştirip 3 er kişinin kuyudan o'zgartib bir ayol kişinin kuyuga ko'tirib aytish degan o oson gap emas. Lekin men buni qayilib qoldim. Shuning uchun mening naqshamni birdan-bir aytgan deb dahshat tanlab ketaman men. Bu to'ytimizning naqsini endi nima uchun mushtaq bir qurashtirib Maşa yangilikni siz qanday bir o'ylab chiqdingiz? Nashvaqdan beri men shu programmada bo'yamda kelib ko'rib turyapman. Har xil bolalar qatnashdi, shundoq bek biz saylandi, shundoq bek yomon bolalar qatnashdi. Manda bir yangilik qilgan bolalar yo'q ekan-ku. Shuning bilan men mushtaq bir yangilik qilib bir o'zimni sinab boqay deb. Sening ovozining bu volumi xeli mustahkam ekan, keng ekan. Shunga ham biz mushundaq bir xijilchilik bilan oldinga kelib qoldik hamda. Erkin apandining fikrini anglab baqlar. Cho'qim to'talarninki naqshisini bundaq aytib chiqqandan keyin ko'nglingizda cho'qim bir samba. To'g'ri, uningki ko'nglida sanbaligi aniq. Endi navbatni sana beraylik. O'zing bir tanlash qilgin. Ben Mahmut Kamni. Mahmut abamızla başladım. Ahmetcan Mahmut bilan Mahmud Sulayman apandining hamkorligi ko'ngildagidek bo'lgan. Yangi kuylar vujudga kelgan. Yuraklar yaqin bo'lsa, yo'llar yiroq bilinmaydi. İli vadisidan yana bir qiyrinishimiz sahnaga yetib keldi. İştiyaqimni o'zimning shu so'ygan narsalarimni, so'ygan musiqalarimni qadrlab, shu sahnaga chiqish sharoitiga erishdim. Endi bu musobaqa endi birinchi bo'lma, ikkinchi bo'lma degani bo'lmaydi, lekin men shu bosqichdan kelarki bir bosqichga o'tib, shuningda yana o'zimning ijodiyat kuyimdan birini aytib olgim bor. Ortiqchilik qilmish, yomir so'zlab qo'ymanchimcha. Birini deb beray. Isamkam atdiganda o'rindan qo'flan, o'ltasi moyoqdan bir skatida. Voy Isamka, bir soat so'raydigandim, uyga kiribdi. Shundan bo'lganda gapda aroq yanni ichib. Ey Isamka, aba savol so'raymasim, kirkatdan o'yinqa. Bir savolim bor, so'rab boqayman. Ve sonra sen kalktın koymuş arıklı için soraysa soğaldın emmeni. Sonra kaç yaş kırdın İsamka? O 60 kırdım mı? Hudayımız 60 kırdım. Ve ömrün uzun kutuya da dikit kaldı ki ağırlıktan 10 yıl tutulan. Bu İsamka'nın ömrünü verip de o mesleğinin ömrünü verip de yanıki kaldı. Ya İsamka, bir sualım var değil mi? Ve kanda sualın var, kanda sualın var. Sonra kaç yaş kırdın İsamka? 60 kırdım ben, 60 kız.
İsamka 10 yılın 60 kedim diyentten 10 yılın kim 60 kedim deyten var. O kavalda gibi bitiriş gerek. Didarını görsetmedim ya. Meni ko'nglim xolamas bo'ldi. Didarını görsetmedim ya. Meni ko'nglim xolamas bo'ldi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mening ismim Mirzakim Botir, o'zim Bo'g'lish shahridan. 29 yosh. Rahmat. O'zingiz boshqa kasb o'qamsiz yoki? Men san'at bilan to'xtamagan, mush kichkimdan mush dadamning tarbiyasi bilan mush dutta asos qilib, shu 6 yosh chig'imda mush Bo'g'lish shahrining 92-yil No'ruz shuning qatnashib 1-darajali mukofotlarni ilib kichik vaqtimda degandek. Shunda bu qatam bu qatnashib chiqishni bilmasdim. Men bu mush xalq ishidagi bir naqshlarni bo'lib qilish orzuyim bilan barliq mush ustozlarningki tabalab mana qanday fikrlari va shuni o'ylash gap qilishni umid qilishlarga. So'zlarmayman. Men chiqqandan keyin bir xil Oduq memde pakmagan böyle çıkan gün şu oduq kol titrep degende. Keyfiyat anda bo'lgan ekan, jiddilik bo'lgan ekan, ancha-muncha uşak kamchiliklar sodir bo'ldi. Mayli. Men eng oxirida o'rildim. Aylandim siz uchun. Bu efendimlar nima uchun o'rilmadi? Bek titrash, ovoz titrdi, ovoz joyiga kelmagan yerlar bor lekin menda bu xildagi naqshlardan bir ikkisi bor hisobda. Her bir muallimning o'zining sababi bor. Nurnisa xonim tanlashiga intayin hurmat qilamiz. Nayt yaxshi bo'ldi. Rahmat. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Mirzakim Botir Nurnisa xonimning gruppasiga tanlandi. Mirzakim Botirdan Umid cho'q. Bu yosh yigit G'arbiy Janub Tarim neftikidan Urumchiga kelib, mustaqil ishlayapti. Endi sahnaga taklif qilsak, sadosini yoritib, cho'qim biror ustozning maylini tortmay qolmaydi. Benim qiziqishim asosli ommabop uslubdagi naqshlar bilan R&B uslubdagi naqshlar hamda shu o'zimizning milliy bo'lgan zamonaviy uslubni birlashtirib, yaxshi ijodlar bo'lsin, mayli ahanglar bo'lsin, kuylar bo'lsin, shunday kuylarni aytish bu mening qiziqishim. Shaxsan boshqa qiziqishlarim tantarbiya turlaridan qiziqishim so'zish, basketbol hamda futbol qatorli turlar. Ipak yo'li sadosi musobaqasiga qatnashdiki, asos o'yin shu o'zimni sinash uchun hamda o'zimning qaysi bilan tagini bilish uchun bugungi Ipak yo'li sada programmasi qildim. Qanchalik ishonchim bor deganda u ishonchni ma'lum darajada ko'ptirib so'zlay va ifodalab bo'lamayman, lekin mening ishonchim necha yildan beri san'at sohasida yurayotgan qadamimning har birisi men uchun ishonch. Yaşayman amdi bilgin, amdi o'zim uchun o'tliq yurakda yangan arzularim uchun. Yaşayman amdi bilgin, amdi o'zim uchun o'tliq yurakda yangan arzularim uchun.
Assalamu alaykum. Va alaykum assalom. Hop, edim o'zimni tanishtirib o'tkin. Men Shir Ali G'ini, men san'atchini bitirgan. Xizmat yo'q, kichik vodka ichaman. Ha, yaxshi. Sour vodka. Yaxshi. Sour vodka. O'ylagan bir arzu armanlaringizni bizga hozir shu vaqtni o'zida bera olamsiz? Har vaqt mikrofonni qo'limga olsam, xalqning yurak tarzini chekerek naqshchi bo'lish orzuyim bor. Naqshaniki melodiyasi aytilish jihatdan menga yoqdi. Teksti bir g'ayri fikr bor-ku. Sadoqat uchun muhabbatdan voz kechdim degan bir fikr bor. Bir g'ayri bir yo'l orqali o'zining muhabbatga bo'lgan sodiqligini ifodalash bo'lyapti-da. Fikrdimi yangilik borki va shoirning o'tkir qalbi bor bir shoir bo'lsa kerak. Kichkina qistirib qo'yaptilar. Xo'sh. Bu naqshni do'stim yozgan vaqtda onun uchun bir arzusi bor ekan-ku. Biz bir plastik chiqarsam, bir naqsh aytib olsam degan arzusida bir yil vaqt so'zib ketish jarayonida muhabbati to'y qilyapti-ku boshqalarni. Dal to'y kuni kechasi tog'da o'tirib yozgan naqshga. Shunga muhabbatdan voz kechdim yigitlik bo'larim uchun. Siz yigitga afirin. Afirin. Endi Nurnisa xonim boshqa fikr bormi? Boshqa fikr yo'q, talashimiz. Men bir ishni so'rab olay. Siz cho'qim sahnaga chiqishdan oldida o'zingizniki ko'nglingiz bir son bo'lishi mumkin. Demakchi bo'lg'ini hozir tanlashing boshqa gap. Ko'nglimda o'ylagandim deb demoqchi bo'l. Ikkisi bir bo'lib qolsa shu saturibdan. Shu ashunda chiqib qoldig'ini his qilyapman-chi, shunga texnik bir ta'kidlab o'tiladi demakchi. Bir yurak ishga muhabbat sig'maydi. Yaxshi. Demakchi bo'lg'ini Mahmud afandining demakchi bo'lg'ini sadoqat uchun muhabbatdan voz kech demakchi. Mazmun shuga asos. Sadoqatni deb baq aslida nimani o'ylagandan deyapti. Shunga taqich ketganda inimiz. Ammo ular shunda kekeshlar ham qoldimi? Ishqisiq. Ammo ular shunda cho'qinib desak bo'ldi, sakson ammo ularning naqsini olib cho'ng'ildi. Mana shu gapni tuzish kerak buni kim diqqat qilmoqlarga ixlos qilamiz deyman. Rahmat, ammo yaxshi gap bo'ldi. Barliq nishada o'tgan tomoshabin ini sing'illarimizga, do'stlarimizga, ham naqshchilarimizga bizning tavsiyamiz palani naqshchiga ixlos qilmang yoki men palani akamning achamning mastanisi desanglar mastani tang chiroyli gap. Odamga cho'qinmaydi. To'g'ri. Davom. Bugungi Biz dedik ku. Şirali koşup ketdi bu deyman. Hammamiz xush bo'ldik. Abdullah efendini biz pishirgan naqsh cho'p ketamsiz degan. Bilmasiydim gaplaringga, endi men ko'ndim. Sevgilik shartlaringga, endi men ko'ndim. Ko'ymasiydim qamitingga, endi men ko'ndim. Sevmasiydim
Gepke kündüm, şerke kündüm, sen merke kündüm. Könmüşemez göydüğünü süydüm, münderke kündüm. Mehri baba sadakattın, artık yinede. Artık yine de sende vicdan mende gurur ebedke kündür. Kündüm bana kündüm Çin dilindin ya. Biz gidiştik muhabbette bulduk vapada. Dilriştinge minnin riştin bağlanganın ahken. Akidimiz muhabbetke Dilriştinge minnin riştin bağlanganın ahken. Akidimiz muhabbetke mengü yol açar. Gepke kündüm, şerke kündüm, sen merke kündüm. Könmüşemez göydüğünü süydüm, ben dertke kündüm. Mehri baba sadakatin artık yine de. Artık yine de sende vicdan mende gurur ebedke kündür. Sende vicdan mende gurur ebedke kündür. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Özünüzü tanıştırayım. Özüm Kaşgar şehrinden geldim. İsmim Fatime Tursun. Bu yıl 25 yaş kirdim. Efendimlerin qandaq teklif fikirleri var ki anlap bakıp ananikin sizler paranlaşaya. Makul. Şu aylandıramağındakin absüslanıştım başka işimiz yok. Nurdin Safi Hanım'ın bu çıraylık naksını okuptu sanlamaz. Hep terep gittim o. Çetilişip kaldım çünkü bugün emmi cihetten özüm yalğız geldim. Birlikte kildiğen dostlarım yoki yıkıldırım bulmay kaldı. Eşkisi yok. Dostunuz mani men. Hediniz mi mani men. Ko'nglingiz yerim qilmang. Yerim qilmasin. Yo'q. Yerim qilmaymiz. Bu qiz meningki shu ayni vaqtdagi, ya'ni 15 yil bo'ldi. Oldikayni bo'lib, shundaqmi? 15 yil bo'ldi bu naqshiga. 15 yilning oldidagi men o'zim nomzodi. Mushunda aytgan. Siz o'zingizga o'zingiz o'rilmadingiz. Chunki men bundaq o'rilmasligimdagi sabab men bunga yo'l qo'ysam bo'lmaydi. Men mushu programdan sirtqi shaxsiy vaqtda men
Özüm ayrım terbiyeleşip vədi verim bana. Endi Nurlisa xonimlar yaxshi gap qildi so'ngim. Siz bu shahadingizning o'sha xil bizning ko'nglimizning o'rni olgan naqshdan birini tanlab aytgan ekansiz, cho'qim Nurlisa xonimni yaxshi ko'rsiz. Hozir sizni gap qo'ysak siz yig'lab qoldi ekansiz. Yig'latmayli. Yig'lamayli. Rasma. Endi siz yuragingizdagi bir ishga gapingizni davalang. Musobaqa sababidan mushu sahnaga chiqib, mushunchalik o'zimning talantini joriy qildirib, mush naqshni o'rnaganligimdan nihoyatda xush bo'ldim. Ondan başqa Nursa Bas xonimning bu naqshni nihoyat yaxshi ko'raman. Ham kichikimdan boshlab naqshlarini yaxshi ko'rib o'rgandim, anglaydim. Shaqlar hammalarnikini shu, lekin men naqshni xato tanlab qoldim deb o'ylab qoldim. Siz naqshni xato tanladingiz. Aytilish uslubi alayda o'zgacha bo'lgan, boshqacha uslubdagi naqshlarni aytdim, yaxshi aytdim deb o'ylayman. Men tushundim. Siz faqat yaxshi ko'rganligingiz uchunlam qurbonlik bo'lib ketibsiz. Asli bu naqshni yana texmo ishkirlab bekrak ashu aytib o'tish kerakdi. Men sizga o'rilmasligim sabab sizga yo'l qo'ysam bo'lmaydi. Siz taraqqiy qilishingiz kerak. Abay deyishgan gap bo'yicha ishimiz yana qaytadan ko'rishib, o'zimiz shaxsiy paranglashib yana qilamiz. To'g'ri qildingiz. Bu nihoyat chiroyli naqsha. Ba'zi o'quvchilarimiz shu hammasi shu jihatga ketyapti. Bu isil naqsha, anglaydigan, yaxshi ko'radigan hammamiz naqsha. Musobaqa uchun mana ilqi sizning ovoz doirangizga, ifodalashga to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Bu da qatimqi musobaqalarda bu ishlarimiz yana Nurlisa xonim bo'lgandan keyin yana maslahatlashib gece aydın gece ya bu gece salgın gece ya bu gece aydın gece ya bu gece salgın gece gece, güzel gece, ikimiz yürgen gece, bu gece, güzel gece, ikimiz yürgen gece. Güller ara güller ara Şingula güller ara bu gece Gemgin gece ya şu gece
sarson kecha shu kecha g'amgin kecha shu kecha jimjit kecha sılman kutgan kecha shu kecha jimjit kecha sılman kutgan kecha Sarson kecha Bu kecha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni bir tanishtirib o'ting. Men Sırabul İsmail, Aksu viloyat To'qson aysidan. Bu yıl 37 yaş müzik öğrencisi. Siz nemin kesip okudunuz? Ben müzikini okugan. Müzikini qaysi türde? 91-yili Aksu Darınbalı Mektebining san'at kasbiga qabul qilingan. Umuman umuman muzika, naqsha, usullar türünü tutdi. Ondan keyin Şinjan Ma'arif İnstitutida muzikada bilim oshirdim. Sen o'qib qoldingizmi boshda? Boshda azroq jiddiylashdum, o'qidim. Bu naqsha bu kecha 89 yozibdimi? Shu kechada yozgan buni. Azroq tuturib o'tay. Beshida yaxshi o'rlab berdingiz, ammo lekin beshida sal titrashlar bo'ldi. Sal o'diqishlar bo'ldi. O'ttir qismida ondan yaxshi oldu. Lekin yuqori qismida texim yaxshi o'qib o'tdingiz. Sizdan so'rab baksam, nima uchun o'qib qoldingiz bu naqsha? Bu naqsha san'at tarbiyalash hayotini boshlagan vaqtimda eng burun anglagan va shundaqla menga qalbimga ta'sir qilgan, intayin yoqtirgan naqsha ta hozirgacha bu naqshlarni aytib ketaman. Nihoyat yoqtiraman. Vallahi Bu o'quvchimizni men tanıyman. Bu xili pishqan atrofliq tarbiya ko'rgan naqshchi. Bunda bu aytganda men naqshlarni anglagan. Biroq bu kecha degan naqshni aytganda men anglabdikan, men o'zi yaxshi ko'rgan bilan menga aytib bermabdikan. Ashu Mahmud Efendi'ninki bu naqshisiga bizni kona 89-yildan yangi yozilgan vaqtidan tortib anglab kelyapmizda. Mening aylanmasligimga sabab bo'lgan narsa, men bu inimning o'zini ko'rmagandan keyin ashu tankichidan o'tgan ki sarsonlik toza hissiyot yetishmagandek bo'lib qoldi, to'lmagandek bo'lib qoldida, men shuncha aldirab ketdim. Asha bir bo'lib ketgan bo'lsa deb. Haqiqatan umidlik Erkin Efendi, Mahmud Efendi seni tanlab to'g'ri qildi. Afsus, men xatolashibdim. Yo'q. Ne deyapsiz? Şu ahırda Mahmud Süleyman Efendi'ninki bu kecha degan nomliq naqshni o'rlabsiz. Shunga men Mahmud Kamdan talashsam menga tegmaydigan o'xshaysiz. Shu kechani talashib boqaymi ya? Talashish kerak buni. O'quvchimiz seni tanlab qolsa amal yo'q. Endi sizdan so'raydigan bir ish. O'sha maktabda ishlayapsiz, shunaqa? O'ylaymiz, shu maktabdagilar ruxsat qiladimi? Shu Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashganligimni maktab rahbarligiga
iltimos qilib degandin keyin ularni aytdi qizg'in qo'li de mayli qanchalik uzoq vaqt bo'lsin biz qo'llaymiz shunda Şunun hazır endi iki ustaz sizni tanladı, iki efendim. Mening aylanmasligimdagi sebep siz biz mevhumimizde aqımızda turib anlagan bo'lgan ekan. Siz 5 yillam müzik başlanıp 5 yillam kiremey kaldınız için ben temtirip kettim siz kiremey. Biz siz bilan tang eğitimiz, tang keyin hayajanlandığım bu başka. Şuna endi sal işkillenişip kaldı keçirsiz. Endi şu iki ustazning birisini tanlash huquqi sizda qoldi. Men Mahmud Süleyman efendini tanlayman. Isıl nakşılar, avazlar, yarpın sadalar üzülmeydi. Rabbul İsmail'nin kalbideki san'at o'tlari Mahmud efendinin perdişi bilen yığını ulguyup yor yağmur. Aydın keşlede baktım yolunga sana bağladı Renat anlıydı Aydın keşlede baktım yolunga sana bağladın Renat anlıydı Koyaş tekinli Gilli koynunda Etkan akşamni Seher anladı Koyaş tekinli Gilli koynunda Etkan akşamni Seher anlıydı Mikrin bilen vücudumni itkan akşamnin keldi elçisi Mikrin bilen vücudumni itkan akşamnin geldi elçisi Zılva avazı belki yıkımlı Ağlar akşamni elinin barçısı Zılva avazı bek bu yıkımlı Anların akşamını elinin barçısı Anların akşamını elinin barçısı Assalamualaikum. Benim ismim İlyar Nur Muhammed. Bu yıl 22 yaş kirdim.
Yurtum güzel Gulcu Qorgas diyardan. Qorgas nahiyalik 1-xalq doktorxonasida ishlayman. Kasbim doktor. Lekin ben hoş oldunuz ha. Sözden tasvirlab beraman. Bala o'rlab bergan Murat Ahmadiyevning ijodiyatini. Rahmat. 78-yil yozilgan naqshilda men 10 yosh vaqtim. Chiroyli naqsh, chiroyli qo'rildan o'zigacha uslub bilan. Rahmat. Lekin kechir. Men aylandi. Lekin bir yeriga men bir azroq sana bir tuz tushmaysan. Bo'ldi. Ya vaqrash qito, ya lirikka qito. Bu yerda sening davatqaning zilva ovozing, yiqimliq naqshang degan gapni qilyapsiz emasmi? Naqshning tekstigimi cho'qim diqqat qilishimiz kerak. Yiqimliq naqshang mening qulog'imga keldi degan yerdagi yiqimliq naqsha balki bunda bo'lmasligi mumkin, shundaqmi? To'g'ri. Yiqimliq naqshang desa bu aşağıdaki aslida qizga davatsan-ku, nayta bir cho'nqir mehr muhabbatini ifodalayotgandan keyin uya aksincha intayin yiqimliq chiqib, meningcha. Yana bir sening bir seg'inib ketgan yerlaring bulanmay qolgan yerlaring anda chiqsin mayli. Buni agar meni tanlab qolsang keyin deyishamiz. Lekin bugun sening ifodang yaxshi. Rahmat. Meningki o'rlamay qolgan sabab eng muhim masala mening gruppamda, o'zimning bir shaxsiy masalasi chiqib qoldi. Mening gruppamda sizning hissiyotingizdagi yoki sizning ovozingizga o'xshib ketadigan mayirlardan bir nechasi bo'lg'achqa men o'yildim bayatin, o'rliman deb eng oxirida sizni oyab qolganim. Bizniki masalan har qaysi guruhdagilar yana bir maydon o'zaro musobaqa qiladigan bir ishlar bor. Shundoq. Shunga sizni men bir Tanglikni qo'ymaydi. Tanglikni qo'ymay deb o'ylab qoldim o'zimcha. Shunga aylanmay qoldim. Endiki mushu o'zingizniki arzularıngizni bir deb baqqan bo'lsangiz, biz anglab beqib, anandan keyin qolgan ishni bekitaylik. Bo'lamdi? Mening bu yerga kelish maqsadim hargizmi o bir mashina uchun emas. Mening ichimdan bek amroqchi men naqshiga. O'zimning kasbi buni bilan 10 tillik aloqasi yo'q. Meningcha sening kasbing bilan naqshning munosabati bor. Sen jismoniy jihatdagi kasalliklarimizni davolasang, naqshang bilan balkim agar yaxshi yo'l tanlab qola olsak, bizning ruhiyatimizdagi kasallikni davolashga foydasi bo'lib qolishi mumkin. Rahmat. Shunga sening oxiri qara Benim tanışım Nurnisa Abbas Hanım. Livatsı oğlunu iri kızı merhaba deb kütüp aldı. Nurnisa Hanım İlyas Nurmuhammadni san'at babida yaxshi tarbiyalik. Rahmat. Tirishing ha? Gece gündüz
eshigimda pig'on nolalar qilsam harchalki men navo qilsam hanuzim benavo derlar harchalki men navo qilsam hanuzim benavo derlar Varıp surdum tabiplerin bu derdimge dava var mı? Tabip bey Türkiye ey nadan bu derdimge bedava dirler. Kanı Laylı, kanı Mecnun, kanı Şirin bilen Ferhat. Ular öttü bu alemden bu dünya bevafo derler. Ular öttü bu alemden bu dünya bevafo derler. Seni laylıran aldık acayip dilreba derler. Beni Mecnun şeydarek köyünde bir gedal derler. Köyünde bir gedal derler. Köyünde bir gedal derler. Qani o'zingni tanishtirg'ina. İsmim familiyam Erkin İbrahim. Bu yıl 28 kirdim. Şinjan Pedagog Üniversitesi'ndeki müzik ma'rif kasbini bitirgan 4 yil oldu. Yurtim Turpan Pichanayisidan. Sening ismingmi Erkinmi? Voy beshim. Voy beshim. Voy Xudoyim. Herkese qachon mangasa ekan? Tamam, naqshani ismini deb bera. Bu naqsha O'zbekistondagi taniq naqshchi Ozodbek Muhammad Saidniki. Ay. Bevafo derlar degan naqsha. Ozodbekning emas. Otabek Muhammad Said. Bekdan taraf tutdilar. Tantirib kirdi. Ashta tantirib xato tanlab qo'yma jumayli. Yaxshi naqsha. Bizning oshki maqomda bor bu she'r. Men sizning ovozingizni shunchaki yaxshi ko'rdim. Rahmat. Azroq qiyishlar, bu ishlar mavjud bo'ldi, lekin sizning tantirishingiz o ovozingizni yana zo'r darajada o'zgartirmadi. Men bir naqshchi bo'lish sifatim bilan 5 yil o'qidim. Mushu Şinjan san'at institutida. Ara meni nuqta aniq bo'lsin. Onalarning yuki ig'irlab kelsa bo'lmaydiganligini bildingmi hozir? Mahmud apandan fikrini anglaylik. Bu naqshning tayyorliklar saxtan shu. O'zim omroq bo'lmish. Sen tavakkul qilibsan. Ma'rifat. Endi ukam sen gitar çaldığı adam bo'lgandan keyin Erkin akaning gapini olmasan ko'ngling yerim bo'lib qoladi degina. Men gitarchi emas. Acab yaxshi. Ey gitar çalmasanmı naqsh ayta olamsiz hadi? Aytayman. Har qanday naqshni aytasiz-ku, ha? Asosan aytaman. Men mayada unutib qolmang. Nurisa xonimning naqshini ayta olaysan-ku, ha? Kuyini o'zim bitirman. Unda shu olsa menmi bir yig'iz gap qilay. Belki gitarchi deb qoptimi o'zimcha. Gapning mig'zinladay. Mening guruhimda
gerçi gitar çaldıgan mayırlar nispeten sert da bolsunmu, lekin sizning bunda uslubdagi naqshlarni aytilganlar Abdulla akamniki, Grupsida salqam, manimkida sal jiqroq. Rostchiq. Demak, ma gapning oxiri bor. Bunda uslubdagi naqsh aytilganlar meningki gruppamda intayin az. Abdulla akamning, Mahmud akamning gruppasida liqqida mushunday material. Shunga bu oxirida yana o'zaro musobaqa va o'zaro har xil jidal majralar bor. Shunga yiroqni o'ylab bu gapga asosan ishonmasam bo'ldi. Xotirjam chindan nima qilma. Sen bu talash tortishni oyog'ini so'zib turgan bo'ldi. Men tushundirsam bo'lmaydi. To'xta. Mening gruppamda sana o'xshash ovozdan birisi lozim. Kelsan kel. Darhol kel. Ha bo'ldik. Aytkasan bu chiroyimi yo'q. Seni hijil qilmayli bo'pti. Men shu o'tag'an to'rt muallimning naqshlarini kichigimdan anglab cho'ng'gan. Erkin Abdulla muallimning shu tunji plastinkasi bilsam 2002-yilda chiqdi-ku deyman. Karvan Juli degan. Shu plastikka chiqqandan keyin qo'limga gitarni olgan. Erkin Abdulla muallimning naqshlarini men bak yoqtiraman. Ha bu da o'ylab baxmat ekanda bunda bo'lib ketarmadi. To'xtab turaman, 1 minut turib olay. Hele seni tanlışın. O'zim bilan o'xshash istimlash erkin ma'lum tanlayman. Erkincanni tanlamoqda erkin. Hamkorlashqay ozoda erkin. Chiqsa sapko'y esil asarlar deb qolimiz, bu qaysi erkin? Mana xush kayfiyat bilan bu son programmamizni oxirlashtirdik. Xalqimizning qo'lishi, mayirlarimizning qizg'inligi bilan Ipak yo'li qaytadan qaynon tashqinlikka cho'mgisi. Kelar sonda qaysi mayirlarimizning qanday mahoratlarini ko'rarmizkin? Xayr, kelar sonda ko'rishaylik.